Obbo, ko'chada kim baqir-chaqir qilyapti? Ertalabdan bor asabni buzaveradi boru. Bular kim? Qanaqadir bolalarmi? Tushunmadim, nima ish qilib yuribdi bular? Voy, nima baqir-chaqir qilyapsan ertalabdan? Biyat, bizga yordam bering. Qanaqa yordam beray? Ko'zdaningda sandiq bor ekan, o'zan osib kerak. Qanaqa sandiq haqida gapiryapsan? Olmosli sandiq bor ekan, ichida nima bo'ldiki biz qiziqib kelyapmiz. Qanaqa sandiq? Tushunmadim, tushuntirib gapir, sening o'zi gapirishing g'alati ekan. Biyat yursangiz men sizga ko'rsataman. Yursam ko'rsatasanmi? Yurda ko'rsat bo'lmasa. Buying biyat, oytimizdan keyin biyat. Boryapman. Seni shu brat deyishing va shu bilad deganga o'xshab ketyapti. Yo, men biyat deyapman, biyat deyapman, biyat tezroq keling, biyat mana uni o'tib qo'ying. Hozir ochib ko'raman. Qayerdan kelib qoldi buni? Qaysini tashlab ketding? Bilmaymiz, biyat bu o'zi paydo bo'lib qolgan sekinlik, sizniki deb o'ylayapmiz biz. Bo'pti, qarorchi bu endi meniki bo'ldi. Senlar borib ishingni ko'rar, o'zim ochib ichida nima bo'lganini ko'raman. Bo'ptimi? Sog' bo'llaring. Senlarga rahmat kattakon. Bo'pti, rahmat biyat, sizga ham aytmaydi bizga. Qaysi biyat, mayli bo'lib sog' bo'ling biyat. Mana shu yerda turgan. Sen havoda qanday turding? Biyat sandiq bo'ydi, men sandiqda o'ylab turibman-ku. Senlar g'alati gapiryapsanlar, asabni buzma, lekin boru bo'ldi, tegma, sandiq meniki, bor, ishlaringni ko'rlar. O'ynab yuribsanlar, borib o'yiningni o'yna, bor. Qo'l ana qochib ketdi, bor, ortda qo'l, sen qo'lashmacha o'ynayotganinglar shekilli, shundaymi? Biyat, mayli, biyat, sog' bo'ling, biyat. Biyatlabda nima deb bular g'alati tili bor. Obunachilar, barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan Jo'xa. G'alati gapirar ekan biyatlab. Bo'pti, qarorchi bu qanaqa sandiq ekan, qayerdan kelib qoldi bilmadim. Mayli, bu sandiqni hozir uyimga borib qo'yayin. Balki egasi chiqib qolar keyinchalik, lekin egasi men emasman. Meni uyimda oldida turgani bilan, ya'ni oldida emas, yonida turgani bilan. Может kimdir sandig'ini menga topshirib ketgan bo'lishi mumkin. Endi menda xavfsiz turadi, o'shaning uchun tashab ketgan bo'lishi mumkin. Olmosli sandiq ekan. Ochilmayapti, ichida nima bor ekanini bilmadim. Ichidagi narsaga vashiyata qiziqib ketyapman. Hozir buni nima qilib ochsam bo'ladi? Obrachilar, yordam beraveringlar, ochishga kelinglar, ko'taraylik, ochaylik birga. Olmos bilasizlar, eng og'ir metal jism hisoblanadi, adashmasam, yoki eng qimmatmi bilmayman, xullas menimcha olmos eng qimmat, eng og'ir metal jism bo'lsa kerak. Endi kimyoni o'qiganlar bo'lsa yozib yuboringlar, men buni to'xtaylik, janob mer ko'rsatib kelishim kerak. Janob mer biladi yoki men bratdan so'rayman ekan. Men bratdan bilishi mumkin, shu bratdan so'rashim mumkin. Brat qarab oring. Jo'g'a, tinchmisan? Tinch. Qarorchi, mana bu yerda qarang. Nima bor ekan? Nima edi? Qarorchi, g'alati sandiq bor ekan. O'sha sandiq olmosli sandiq, ochishni bilmaysizmi? Bilaman, kalit bilan ochasan-da, qanday ocharding? Yo'q, bilaman, kalit bilan ochishni o'zim ham bilaman-da, o'sha kalit yo'q-da. Unda bilmadim qanday ochishni. Bu qayerdan olding buni? Sizniki emasmi? Yo'q, meniki emas. Tushunarli bo'libdi, sizniki bo'lmasa uzr. Kimniki ekan, bu qayerdan topaman endi buni egasini? Janob merdan so'raymi ekan? Janob merda ham menimcha bunga ma'lumot yo'q, chunki qishlog'imizda o'zi jitellar qayerga ketdi? Jitellar qishloqda ko'p edi-yu, menimcha ular qayergadir tarqal bo'lib ketgan shekilli. Brat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, nima deysan? Mana bu sandiq sizdan emasmi? Yo'q, menda bunaqa sandiqlar yo'q, tushundingmi? Nimaga og'zingizni o'zgartiryapsiz? Sen qo'rqitmoqchi bo'ldim-da. Qo'rqmayman. To'xtang, sizni sandiqni ko'tarib ketyapman, o'zimnikini ko'taraman deb. Almashtirmoqchi edingmi? Ayyor. Yo'q, o'zimnikini olib ketaman, qo'rqmang, vahima qilmang. Kim bor yana bu tomonda? O'sha tomondagilardan ham so'rab keling-da. Mana bu tomonda bitta do'stimning uyi bor. Bir nimamda g'alati uy yotibdi. Mayli. Bitta do'stimning uyi bor, qarorchi, men bu yerda o'sha do'stimni so'rab ko'raman. Stromik, adashmasam, yo'q, Stromik ko'chib ketganmi deymanda boshqa joyga. Menimcha uyda uni hech kim yo'q. Bu kimniki ekan? Men vaqti tushunmayapman. Uyimga borib qo'yayinchi, mayli egasi topilib qolar. Agar egasi topilmasa, o'zim ochaman-da, ichida nima bo'lsa ham olaman. Bu yerda qanaqadir g'alati izlar ketyapti akalar. Tushunmayapman. Izmi nima, o'zimizmmikan yoki o'zimizga o'xshayapti ham ba'zida. Xullas bilmadim akalar. Hozir nimadir qilish kerak, ataki nimadir o'ylab topish kerak, bilmayman. Janob merga borib ko'rsatayinchi, mana shu janob mer bilsa kerak, menimcha katta ehtimol bilan. Janob merdan so'rashdan oldin mana jitildan bitta so'rab kerak, boy jitil mana shu ham. Jitil, mana o'zi sandiq sendan emasmi? Yo'q, meniki emas. Agar seniki bo'lganda senga beraverardim mana shu olmosli sandiqda. Yo'q, men yolg'on gapirmayman, meniki emas. Bo'pti, o'zing bilasan. Politsiyachidan so'rab ko'raychi, politsiyachi bilar balki. Politsiyachi qani?
Menimcha dam olish ketgan shekilli yoki dam olish ketmagan bilmayman. Xullas balki xotinini chaqirib qo'ygandir, bilmadim. Xo'sh, akalar, bu qishloqda xotining ko'rinmaydi deb savol berishingiz mumkin. Xotin 100-qishloqda. Bu qishloqda emas xotin. Endi bu qishloqda ham men kelib yashab turishim kerak, soliq to'lashim kerak axir. O'shaning uchun kelganman bu qishloqqa akalar. Xotin uyda turibdi. Brat, assalomu alaykum. Va alaykum, Haji og'a, nima deysan? Mana sandiq sizdan emasmi? Mana yana kirib olibdi-ku. Yo, meniki emas. Voy, nima meni urayapsan? Kechiring, orqangizga uraman deb o'ylagandim. Voy, brat, orqangizga uraman degandim. Men ham seni orqangga uraman degandim. Javna qazlashib tashlamaydi, brat. Yomon asab tuzanish, brat, bor rostdan. Xo'p, akalarni endi nima qilish kerak buni bilmadim. Janob merdan so'rayish oxiri janob mer qoldi-da. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum og'a, bu qanday sandiq? Shu sandiq sizniki emasmi? Yo'q, meniki emas. Qayerdan olding buni? Kimdir ko'chamga tashlab ketibdi-da. Yo'q, bilmadim. Buni egasini topishga yordam bermaysizmi? Yo'q, buni egasi agar chiqmasa ochib ko'rayin ichida nima borligini menga ham aytgan, qiziqyapman. Bo'pti. Lekin egasi yo'q-ku, egasi yo'q narsa men nima uchun ochib ko'rishim kerak? Birovda narsasi-ku. Mayli uyimga borib qo'yayinchi, hozir ko'ramiz. Egasi balki chiqib qolar, balki chiqmas. Xullas egasi chiqmas agar, lekin dabdala rostdan ham bor. Egasini topish kerak. Xo'p, buni kelgan joyiga qo'yib qo'yaymikan yoki topib bo'lgan joyimga yoki uyimga borib qo'yaymikan? Rost o'ylantirib qo'ydi, bor ichida nima borligi vashti qiziqyapman, lekin buni qanday ochsam bo'ladi hozir? Temir bilan urish kerakmi? Kalit yo'q-ku menda. Kalit bilan ochiladigan bo'lsa agar. To'xtaylik, hozir menda temir yo'q ekan, ketma. Polizni tozalash kerak. Avval polizni keyin tozalasam bo'laveradimi yoki tozalaymikan? Bo'pti, qaror tez-tez tozalab olaman. Hozir unga sizlar sabr qilib turasizlar. Bu yerda tura qolsin. Bo'ldi, mana poliz ekinlarimni yig'ishtirib, joylashtirib ham bo'ldim. Endi borib mana bu sandiqni nimadir qilish kerak, bilmadim. Qanday SMS keldi. Sandiqni o'rmon ichkarisidagi tog'ga olib bor. Tushunmadim, qanaqa raqamdan kelyapti? Notanish raqam. Bo'pti, kimdir maxfiy raqamni menga SMS yozsa akalar, qanaydir qiz rasmini qo'yib olgan. Yo, balki qiz bo'ladir-a. Xotirim ko'rsa o'ldiradi, lekin mayli, hozir buni o'sha yoqqa olib boraymikan o'rmon ichiga. No, давайте o'rmon ichiga olib boraman. O'sha yoqda olib borsam balki rostdan ochilib qolishi mumkin. No, hozir mana ochish kerak qandaydir qilib. Mana kirka-perkavni urib ko'rayinchi, agar ochilmasa, keyin o'sha o'rmon ichiga olib boraman. Lekin o'rmon ichi xavfli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun qurolni olib olish kerak akalar. Qurol bo'lmasa rostdan ham agar nimadir bo'lib qolsa dabdala bor-ku. Buni olamiz birinchi o'rinda. Qanday olsa, sindirib bo'lmay qo'limga ko'tarib yuraymi shuncha joyga. Ochib bo'lmayapti. Qurol bilan otib ko'rayinchi, ochilib qolar. Yo'q, ochilmayapti. Demak, o'rmon ichiga olib borishga to'g'ri kelar ekan. Mayli, ketdim, o'rmon ichiga boraman. O'sha yoqda ochilib qolar balki. Va nihoyat o'sha belgilangan manzilga olib keldim sandiqda, lekin bu ochilish niyati yo'qqa o'xshayapti. Bilmadim endi qanday ochaman, hayronman. Balki kimdir kelib qolar, ochib berar kelib turib, yoki kimdir kelmas yoki bilmadim, xullas shu yerga qoldirib ketaymikan bu sandiqni. Eng tepa qismiga olib keldim mana, tog'da eng ustigaman. Lekin ochilmayapti. Menimcha buni egasi kelib ochib beradimi bilmayman. Xullas ketdim. Shu yerga qo'yaman, uyga borib, uyda o'tiraman, mazza qilib kompyuter o'ynab degandek. Bo'ldi, endi qizig'i yo'q, egasi topildi-yu, egasiga olib ketadimi, olib ketmaydimi o'zi biladi. Bo'ldi, qo'yib keldim, endi uyga kirib mazza qilib o'ynab o'tiraman akalar. Rostdan yomon charchadim. Tog'ga chiqib kelishlar uchun ham oson ishma. Yomon qiyin ishda, o'shaning uchun ham vashti charchadim debman. Bo'pti, qarochi, ana endi uyga o'tirib dam olaman. Stop, eshik taqilyapti. Shu paytga kim taqillatyapti? Bola, assalom, tinchmisan, qalaysan? Zo'r, o'zingiz ham yaxshimisiz? Bo'ladi. Qarashtok, ana sandiqdagi gasmen. Profilingizga qiz bola rasmini qo'yib olganmiz. Shunaqa. Qiz men senga kart beraman, kart tog'ini bor, o'sha sandiqni ochasan qarach. Tushundingmi? Ochib ichidagi narsalarni menga olib kel. Bo'ptimi? O'zingiz ochsangiz bo'lmaydimi? O'zim tog'ga qanday chiqib boraman, tentak bo'lsa men qarziman-ku. Nimaga aytdingiz bo'lmasa tog'ga borib tashlab ketdi. O'zim ham yana qaytib chiqib borib nima deyapman, asablarim buzilib ketganidan nima deyotganimni bilmay qoldim. Aytsa bo'lardi shunday, uyingda tur, borib beraman kart, ochasan deb. Yana qaytib tog'ga chiqib kelish kerak. Obbo. Nihoyat yetib keldim, bor yomon charchadim. Mayli, endi ochilib qolar-a. Mana bo'ldi, endi ochilsa ochiladi. Buni ichida bir boylik bormi desam, chaqa makla tura bor ekan-ku. Bo'pti, egasiga borib turib, qanday xatlar, qanday nimadir narsalar bor ekan. Bir tinga qimmat narsalar. Men bir zo'r narsalari bormi deb o'ylasam, buni ichida umuman foydasiz bo'lgan, keraksiz bo'lgan narsalar bor ekan. Shunaqangi ham bo'ladimi? Shunaqangi ham. Bo'pti, hozir olib borib topshiraman Muratga. Shu bilan qutulaman bor. Asablarimni yedi bor-u. Shuncha joy kelib ketganim qoldi. Onasini ham unchalik uzoq joy qaraylar, tog'ga 2 marta chiqib inishdi ham o'zingizlar bilasizlarmi qanchalik qiyinligini?